Assalomu alaykum, kiribda TJ kanalimni obunachilar. Do'stlar, yaxshimisizlar? Tengmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Do'stlar, videoni qancha bo'lsa harakat qilaman qisqaroq qilishga. Video juda foydali video. Oxirigacha обязательно ko'rishlaringiz kerak. Qanday qilib pul kiritish, polni pul kiritib ko'rsataman. Endi pulni kosholokka kiritib ko'rsataman undan keyin saytga ham tashlashga harakat qilaman. Xo'sh, kechagi akkaunt qo'yganman, ikkita akkaunt. Ikkalasi ham sotildi. Ikki akkaunt ham уже sotildi. Kimga agar kerak bo'lsa, yana ko'tarib beraman. Goldga ko'tarishga harakat qilaman bu yog'iga. Ko'p emas, 2-3 ta saytni goldga ko'tarib sotishga harakat qilaman yoki bitta saytni ko'taraman shunaqa qilib. Hozir endi kechagi goldga qo'yganim gold akkaunt edi, mana bu Polpix sayti. Keyin Likingda ham Silverda 50% yurgandi. Bu 50% bu dogovor bilan bo'ldi. Uni 100% ko'tarib beraman. Goldga ko'tarib beraman nasib bo'lsa. Bir haftaning ichida ko'tarib beraman buni ham. Undan keyin kimga xolasa yana dalshi ko'tarishga harakat qilamiz, goldga chiqarishga harakat qilamiz. Hozir video asosan xo'sh, pul kiritish uchun. Xo'sh, kimda Dushanbe City bo'lsa, Dushanbe City O'zbekistonda bormi yoki yo'qmi bilmayman. Bu Tojikistonda ishlaydi bu karta. Kimda mana shu Tojikistonda shu karta bo'lsa, xullas pul kiritishlaringiz mumkin. Pramoy shu kartani o'zidan. Qaranglar qanaqa kiritasizlar. Dushanbe City kartaga kirasizlar. Men hozir bitta obnovit beray shunga. Kartaga kirasizlar. Kartaga kirgandan keyin Glavniyda turadi. Glavniyda turgandan keyin siz mana bu перевестиga o'tasiz. Переводga o'tasiz. Переводga o'tgandan keyin bu yerda qanaqa kartaga o'tkazish kerak. O'zbekistonga tashlasa ham bo'ladi, xullas rossiysk kartalarga ham shu yerda qanaqa kartaga kerak bo'lsa hammasiga tashlasangiz bo'ladi. Qozog'istonga tashlashingiz mumkin ekan. Webmoneyga ham tashlasa bo'ladi. Biz kosholokka kiritishimiz kerak. Faucetbek kosholokka tashlaymiz. O'tgan safar bir video qildim, joylamadim. Sababi Bybet kosholokka bir marta kiritdim, ikkinchi marta qaytarib tashlamadi. Pul kiritganman, tushib borgan, lekin kosholokka chiqmayapti. O'shaning uchun Faucetbek kosholokka eng yaxshi o'shanga tashlaymiz. Mana bu USDT kosholok orqali tashlaymiz. USDT-20 Tron. Xullas mana ustiga bosdik, kiramiz. Bu yerga summa qo'yiladi. Mana bu o'zi summa qo'yganingizdan keyin summa Tojikiston puliga 100 somondan kam bo'lmaslik kerak. Mana bu yerda minimalniy summa 100 somon degan. 100 somondan kam bo'lsa, 99 so'm bo'lsa ham kiritib bo'lmaydi. Xullas tushib bormaydi pulingiz. 150 so'm qo'yamiz. 15 ta nima bo'ladi? USDT bo'ladi. 15 dollar bo'ladi. Mana bu yerga adresni joylaymiz. Adresni shunday chiqamiz Faucetbek kosholokga kirib Faucetbek kosholokdan olamiz. Xo'sh, Faucetbek koshologida menda hozirda 20 dollar puli bor. Pulni ham ko'rib qo'yinglar, hisobga olingizlarda. Misol bu ham o'sha USDT nimasida. USDTda 18 ta USDT bor. Xo'sh, hozir yana kiritamiz. Mana 3 ta chiziqchaga bosamiz, depozit. Xo'sh, qarangizlar, bu yerda mana USDT ko'rsatib qo'ygan, mana bu yerda TRX ko'rsatib qo'ygan, Tron ko'rsatib qo'ygan. Mana TRX 20, TRX Tron. Mana bularga qo'ysangizlar bo'lmaydi. Обязательно bularga qo'ymangizlar. Qo'ysangizlar pullaringiz tushib kelmaydi. Faqat mana shu TRXda turadi.
va mana buni kopirovat qilib olamiz. Nusxalab oldi, nima qilib oldi. Xo'sh, hozir Dushanbe sitiga o'tamiz. Mana tepaga o'sha adresni joylaymiz. Ustiga bossak mana bu yerga chiqadi yoki bosib turib restavrit qilasiz. Tamom. Pulni qo'ygandan keyin o'sha mana bu necha dollar bo'ladi, nechta USDT bo'ladi, hammasini ko'rsatadi va daleni bosamiz. Kasholok puli borga qo'yasiz yoki puli yo'qqa qo'ysangiz bo'lmaydi, puli yo'q borga qo'yasiz. Xo'sh, ketdik, bosamiz. 15 ta borib tushish kerak. Ko'ramiz qana komissiya oladimi yoki yo'qmi. Оплатить. Продолжать. Xullas mana pulimiz уже ketdi. Galovniga kirsak, shotimizda уже pulimiz mana 124 so'm qoldi. 300 necha so'm edi? 370 necha so'm edi? 224 so'm qoldi. Pul hozir 19:35. Necha minutda tushib keladi? Stop qilib turamiz. Tushib kelgandan keyin ko'rsataman necha minutda tushib kelganini. 19:36. Xullas do'stlar, уже mana 1 minut ham bo'lmadi. Ya'ni 1 minut bo'ldi mana уже. 1 minut bo'ldi. 19:37, 36 da stop qilgandim. 35 da tashladim. 2 minutda tushib keldi. Mana 33 dollar bo'ldi. Hozir hamyonga kirsak, mana USDT 31 ta bo'ldi. Ya'ni 18 ta edi. 18 bo'lsa, ikkita u yoqdan 3 ta. 2 dollar olib qolyapti komissiya. Обязательно komissiyani nimaga olib qo'yingizlar, hisobga olingizlar. Komissiya olarkan 2 ta komissiya olib qolyapti. 2 dollar komissiya olib qolyapti. 2 dollar deganingiz ham 200 rubl degani. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa, agar Dushanbe O'zbekistonda bo'lmasa kerak, bilmayman bormi yoki yo'qmi. Kimga agar nima kerak bo'lsa, men o'zim olib berishim mumkin. Pul kiritmoqchi bo'lsa kimdir. O'zim tashlab bera olaman. Lekin komissiyasini обязательно hisobga olingizlar. Xo'sh, hozir biz bu yerdan pul chiqaramiz.